Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Andijon viloyati Bo'taqara qishlog'iga kelganmiz. Iqbol akaning xonadoniga zakazga binoan tayyorlangan 16 talik komplektlarimiz, ya'ni Monika fasonda yong'oq yog'ochda tayyorlangan ushbu karishniga, ya'ni mebel svetda ushbu ishlarimizni o'rnatib, xudo xolisa topshirdik. Akamizning xonadoniga yaxshi kunlarda, doim to'ylarda xizmat qilsin. Buni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Xonlarning razmeri 4 metrga, eni 120 bo'lgan, o'rtadan отдельно ikkita ajralgan holatda bo'ladi. Oyoqlarni 3 talik qilib berganmiz, tumbalarni 3 qavatlik MDFdan qilib berganmiz. Stollarimiz orqasini pardali, broshkali bo'lgan. Materiallarni ham eng yaxshi, sifatli tozasidan qo'yib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Ushbu komplektlarni kimga ma'qul keladigan bo'lsa, buni ranglarini, holatlarini o'zgartirish imkoniyati mavjud. Buni tugmali variantlari ham bor. Har xil kanallarimizga joylaganmiz. Bemalol o'tib ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Komplektimizni xuddi shu holatda chiqishi 10 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. Qo'shimcha ravishda uголок uchun xon taxta ham qilib berganmiz. Bo'ylarini 60 sm qilib.